Assalomu alaykum qishloqdosh jamoatdoshlar, YouTube kuzatuvchilari, aka-ukalar, mana sizlarga endi nima qolmadi. Nima deydi? Sonlishniga вообще hojat yo'q. Sizlar hozir murabbiylaringiz bo'lsa, uyda 2 ta 4 ta lampochka 3 kun 4 kun yonib turadi ekan. Hozir shuni mana zaratchiga murabbiyning bilyapsizlar, ko'ryapsizlar, zaratchik. Xo'sh, zaratchikning bir tarafini qirqib olasizlar. Mana ushlab tur. Zaratchikning bir tarafini qirqib olasizlar, mana bunday o'dilli tur kerak. Mana ko'rsataman ular. Hamma joyni varaqdan ko'rsatib tursa. Mana bu turib, mana bu uchiga ulaysizlar. Ana ko'ryapsizlarmi? Shu turib ulangandan keyin shu yerini yetayat bo'lasizlar. 220 tok chiqaradi ekan aka-ukalar. Keyin buni oldim murabbiyning zarat ulanadigan joyiga buni oldi tig'ib taylaysiz. Tig'asiz. Mana. Tig'ilgandan keyin aka-ukalar, mana zaratchikning bir tarafini qirqib oldik. Bu yerga mana udullutuga tiqdik. 220 chiqaradi ekan, yetayat bo'lingizlar, 1-2 yerda. Yo'sh. Televizor ko'rsangiz 5-6 ta lampochka yoqsangiz bo'ladi ekan, zarat 3 kun 4 kun nima qiladi ekan. Mana to'kka olaymiz, qarangizlar. Yetayat bo'lingizlar ekan, to'g'radi degan haqiqat rost ekan. Mana ishlayapti, bolgarka. 220 tok chiqaradi degani rost ekan, aka-ukalar. Xo'sh, qarang. Mana perforatorda ham ishlatadi. Mana perforatorda ishlatyapti. Ana shu tok qilsalaringiz bo'ladi ekan aka-ukalar. Shuna to'g'radi murabbiy bir kishi o'libdi, bunday deb edi, haqiqat rost ekan. Mana shu yerga yetayat bo'lasizlar aka-ukalar. Oddiy o'zining zaratchigining nimasini mana yerdan qirqib olasiz, bu tarafini emas. Mana bu tarafini qirqib olasiz. Mana hozir shu yerda 220 tok turibdi. Mana bu yerda murabbiydan tig'iladigan joyi mana. Ko'ryapsizlar. Ana shunday qilib tok kechasi buni zaratlagandan keyin kechasi nima qilsalaringiz bo'ladi ekanda. 30 ming, 20 ming so'mga nima olguncha solinishni panel shuni qilsalaringiz murabbiysi bor aka-ukalar. Men o'ylayman to'g'ri deb. Shu qiynalmaysizlarda qarang. Hozir mana buning o'zi buning o'zi 60 ming rubl, 6-7 ming so'm, panelding biri 1100 so'm. Keyin mana bu akkumulyatorlari qarang. Akkumulyatorlari ham 25 ming, 30 ming so'm bo'lib ketadi aka-ukalar. Shuning uchun bemalol shu murabbiydan foydalansalaringiz bo'ladi ekan. Kecha bir yerda ko'rdim. Sizlarga ulashmoqchiman, qarochi. Sizlar ham bilingizlar. Lekin juda yetayapchilik bilan. Shu yerini spesialni papa mama joyini mana bu yerga bunday vilka emasda rozetkasini qo'yib olishlaringiz kerak. Mana bu yerga mana shu yerga rozetka qo'yib olishlaringiz kerak. Undan keyin bezopasni bo'ladi aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Life hack bu Xitoyning ham nimasi yo'lda qolib ketdi, az bilyapsizlar. Xitoy shu yerda ashibga qilib qo'ygan ekan, qarochi 220 shu yerdan tok chiqishini, shu xalq foydalanishini bilmaganda. Mana shuning uchun tok ko'paytgich ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Mana oddiy mana sizlarga mana shunday narsa kerak, tamom. Mana bu kabel sotiladi bilsalaringiz. Bu kompyuter printerlarga qo'yiladigan kabel. Aka-ukalar. Bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Tamom shu ekov kerak. Mana shu ekov. Mana shu narsa kerak sizlarga. Boshqa narsa kerak emas. Ko'na zaratchiklaringiz bo'lsa, mana bu yerdan qirqib olsalaringiz ham bo'ladi. Bu tarafini. Mayli aka-ukalar bo'lsa, sog' omon, salomat bo'ling.